Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyalarına başlayımız. Leksiya da size gacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü leksiyalarını sözleysin, evvel vaziyetteki ciddi özgürlüş meselen alaylı. Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet iştirakatı Mike Pompeo yakında Çavuşen'i ziyaret kılattı. Prezident Trump bu ziyaretini to'xtash to'g'risida ko'rsatmadi. Bu yerda uning jarayoni bilan tanishib chiqsizlar. Shundaqla o'tgan leksiyamizda sizlarga degandek 23 va 22 kunlari Washingtonda ochilgan Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasidagi savdo suhbati natijasiz oxirlashdi. Bu to'g'rida xilma-xil fikrlar keldi. Hatta şu qatorda Jungo hukumatining endi bu qatam bundan keyingi qadamlarda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan bu to'g'rida suhbat qilmaydiganligini tilga olganligini bishorat qilishdi. Bugun leksiyalarimizning vaziyat shunchalik leksiyalarimizning mavzulari bilan tanishib chiqalaylik vatandoshlar. Bugungi mavzuni boshlashdan avval YouTube'dagi mundaq bir mavzuni sizlarga topshiray. Aksaray Jungo'nun ajallik yerden tuttu. Koyup vermedi. Jungo Kompartiyası halak buluştun avval en ahırkı galcırlıkını şıksal. Mavzuluk Tor filmi 8. ayının 23. günü YouTube'da ilan kılındı. Aptore Jungo'nu küzütür. Ende resmi mavzu keleyli. Amerika Saudi İktisat söhbeti ahırlaştı. Jungo vekili hiç narsıga erişelmedi. Devletiga qaytdı. Mavzuda haber 8. ayının 23. günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Jungo ikki davlat o'rtasida savdo urushi oldimizda o'tgan payshanba kuni, ya'ni 8. ayning 23. kuni eng yuqori darajaga ko'tarildi. Ikki taraf yangidan bir-biriga hassalab boj qo'ydi. O'xshashda bir vaqtda ikki davlat Jungo va Amerika Washingtonda o'tkazilgan vaqtda 2 kun davomlashgan savdo İktisat söhbeti ahırlaştı. İki taraf o'rtasida kelishim imzoladik deb jakarlimidi. Aksarayning muavin bayonotchisi Walters payshanba kuni bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Biz Jungolik xizmatdoshlar bilan bo'lgan 2 kunlik muhokamani oxirlashtirdik. Hem de 301. madde asaslanıp ilan kılıngan dokladda ko'rsatilgandek Jungo'nun qurilish xarakterlik masalalar qatorliq shakllar orqali adil, barobar, o'zaro manfaat yetkazish iqtisodiy munosabatlar to'g'risida fikr almashtirdik. Biz Jungo taraf vakilining Washingtonga kelib söhbetge qatnaşqanligiga rahmat aytamiz. Aksarayning bayonotchisi Waltersning muavin bayonotchi Waltersning bayonoti. Biz Jungo taraf vakillarining Washingtonga kelib söhbetge qatnaşqanligiga rahmat aytamiz. Amerika söhbet vakilleri alaqadar muhokamalari to'g'risida yuqori darajalik rəhbərlik doklad qıldı. Bu qatımqı söhbət vəkillərinin dərcisi avvalqı söhbət vəkillərinin dərcisidən, yəni hüquq dərcisi tüvən idi. Jungo söhbət vəkillərinin məhsulu Savdo Ministerliğinin muavin ministeri Wang Shouwen, Amerika söhbət vəkillərinin məhsulu Amerika Maliyə Ministerliğinin muavin vəkili David Malpass efendiler idi. Prezident Trump haftanın 1. günü bu qatımqı söhbətdən hər qandaq ümid kütmeydiganligini, iki devlet o'rtasida savdo urushini oxirlashtiradigan hər qandaq vaqt jadvalining
yo'qligini ko'rsatib, bizda uzun muddatlik strategik nishon bo'lishi kerak deb ko'rsatdi. Mushu jumlani yana bir takrorlayman vatandoshlar diqqat. Haftaning birinchi kuni Prezident Trump bu qatimki suhbatdan har qanday umid kutmaydiganligini, ikki davlat o'rtasida savdo urushini oxirlashtiradigan har qanday vaqt jadvalining yo'qligini ko'rsatib, bizda uzun muddatlik strategik nishon bo'lishi kerak degan. Haftaning 3-chi kuni chorshanba Oqsaroyning bayonotchisi Sara Sanders xonim Amerika ovozining muxbiri so'ragan savolga Amerika Jungo savdo suhbati aloqador savollarga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump boshqa davlatlar bilan bo'lgan savdo munosabatining bo'libmi Jungo bilan bo'lgan savdo munosabatlarining erkin, adil, texmo manfaatdor savdo munosabati bo'lishini ko'rishni orzu qiladi. Biz bu dialogni davomlashtiramiz deb ko'rsatdi. Haftaning 4-chi kuni Amerika 16 milliard dollarlik Jungo'da import qilingan tovar mallarga hassilab 25%dan boj qo'yishni boshladi. Uning ustiga 7-oyda boshlangan 34 milliard dollarlik tamojna beji elindigan tovar mallarni qo'shganda navbatda yana Jungo'dan import qilingan 50 milliard dollarlik tovar mallarga 25%dan hassilab tamojna beji qo'yiladi. Jungo'ma o'xshash norma va darajada Amerikadan o'ch oladi. Jungo savdo ministerligi Amerikani o'zbashimchilik qilyotidi deb aybladi. Hamda Jungo taraf zarur javob qaytarishga va zarba berishga majbur bo'ladi deb ko'rsatdi. Bu Jungoning maydoni ekan.